Assalamualaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Baki yaqin turib oldimmi deyman. Bugun yana naq maydonga chiqdim. Bugungi naq maydonga chiqishimdagi sabab bizda bo'lgan shu ro'yi sog'lomligimiz bakka ro'yatimiz tushib ketdi degan gaplarni bakka deymiz. Shunlashqa shu gumonxo'rlik to'g'risida ozroq parang qilib boqay deb o'yladim. Biz ko'pincha o'ylam gumon iymon qochirdi deb shu gaplarni qilib ketamiz. Ammo gumon degan har qanday millatda, har qanday odamda bo'ladi-ku. Bu hamda gumon degan qanday narsa degan chaqda buniki hamda birdan bir deymiz, buni gumon degan nima deganga javob bersak, bu gumon degan shu qarshi tarafniki harakat so'zga gumon bilan qarash, uningdan hasad qilish bu gumon kirdi-ku. Shunlashqa biz shu voy gumon qilmayli, undaq yomon bo'ldi, bundaq yomon bo'ldi degan gaplarni deymiz. Ammo shu bugun men demoqchi bo'lganim hamda shu gumonniki gumonxo'r odamlarning xarakteri deymizmi? Gumonxo'r desak hamda gumonxo'rlikning yaxshi tarafi bo'ladi-ku azroq. Ammo bir hisobda minus taraf qarab mangadi ekanda ko'pincha ahvolda. Shunlashqa bu xarakter qanday harakat qiladi, uningdan keyin qanday davolanamiz, davolash, oldini olish hamda muhim deb davomli deb kelyapman YouTube'imda. Shunlashqa mushtoqliq azroq do'stlar bilan fikrlashib baqay deb o'yladim. Ovozim qandayroq chiqyapti, bir gap baqsanglar. Ovoz iniqqa demak qilib, bugun shamol yo'q, Toronto shundoq havo yaxshi, shunga ovozmi sirtda bo'g'ashqa varang churum ancha yo'q deb o'ylayapman. Bu gumonxo'rlik, gumon qilish degan bir hisobda odam o'zini o'zi qo'g'dash qilib kirdi-ku. Uning o'ylanib ish qilish ham yaxshi tarafi deymizmi? Cho'qim o'lqa yetkizib bir harakat qiladigan gaplarimiz bor. Shunlashqa yomon adadiy hisobsiz o'ylanib ketsakmi, teg'imdimi bizning mingimiz yomon tarafga qaratib o'ylantiruvchi ekanda bizni. Mening YouTube kanalimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu joyni bosgandan keyin bu joyga sog'lomlik to'g'risidagi tan saqliq degan xatni kirgizsanglar, latincha xatni. Onundan keyin yoki bo'lmasa Memetjan Qurban deb kirgizsanglar, bۇرۇنقى videolarim butunlay chiqdi. Rahmat. Gumonxo'rlik degan odatda shu bu necha xil nimasi bo'ladi-ku, xarakter jihatda, uningdan keyin harakat jihatichu. Shularni deb o'yladim. Bu birinchidan shu yangi gumon qilgan odam yangi shaylarga nisbatan aktiv bo'lmaslik, ya'ni qabul qilmaslik deymizmi, johil deb qo'ymizmi, johil qarab mangadi ekan bu. Buni ko'pincha o'ylab bilamiz. Qattiqlik hamda qabul qilmay yangilikni-chu. Unda xarakter keladi ekan. Uningdan keyin ikkinchi xarakteri ansirash bo'ldi ekanda bunday odamda. Uningdan keyin uchinchisi bu nazar doirasi tar. Faqatla o'zining ishini o'ylaydigan, boshqalarning ishini, boshqalarning o'rnida turib o'ylashni ancha yaxshi ko'rib ketmaydigan, faqat o'zini o'ylaydigan. Bundaq bo'ladi ekan. Uningdan keyin to'rtinchisi shu ishlarniki yomon tarafini imaj qilish nimasi xarakteri ega bo'ldi ekan. Men bir gapni qilsam, harakatni qilsam, cho'qim qarshi taraf meni aski deyish mumkin deb shu ishlarning yomon tarafini o'ylab oladigan xarakter bo'ladi ekan. Ondan keyin bu 5-inchisi bu haddidan hisobsiz, haddidan ushuq mag'rurlanish. Bunday odam va boshqalarni menga qanday qaraydigan deb davomli shunga kirish yo'lish. Bunda xarakteri ega bo'ladi ekan. Anondagi 6-inchisi shu bir narsani belgilasa, masalan 100% cho'qim shunday bo'ladi deb bekitadigan xarakteri bo'ladi ekan. Masalan, bu odamning xarakteri shunday o'zgarmaydi deb. Atrofimizda do'stlarni ko'ramiz, odam o'zgaraychi desa, cho'qim o'zgarash nimasi bo'ladi. Bizning shu gap so'zlarimiz qon bilan kirgan, qo'y jon bilan chiqadi degan gaplarni toza yaxshi ko'rib ketmayman. Ammo shu bir hisob o'zgaraychi deb niyat qilsak ham o'zgargil bo'ladi. Ondan keyin 7-inchisi shu ichida bir xil cho'ng davolg'ish, ya'ni murakkablik bor bo'ldi ekan bundaq odamlarda. Masalan,
burunqi muhabbet tarixida, ondan keyin kişilik münasebette, ondan keyin er ayol mesela ajrashib ketib, bakalqi şok bo'lib ketgan deymizmi? Bo'lib ketsa, shunday qilib oson gumonlanadigan ahvollar yuz berdi ekan. Bu rastlangan chaqda buni bu jihatlardimi har qanday odamniki ko'pincha o'ylarning beshidan o'tgan. Shunlashqa ehtiyotchanlik kirdi bir hisobda deb o'ylayman. Ondan keyin bu 8-si boshqalar bu odamni maqtasa, bu maqtash cho'qim bir gap bor, meni yog'ondan maqtayotdi deb haqiqiy ichidan xo'sha bo'lolmaslik. Bunda alayliklar bo'ladi ekan. Şu xarakterler iyi bo'ladi ekan. Endi boya degandek, endi qandaq harakatlari ko'pincha holda bunda odamlarniki shu boshqalarning gapini so'rilar diqqat qilsak bila olamiz. Boshqalarning gapini to'liq anglamayli inkos qaytirib, undan keyin shu o'zaro xato tushunish hosil qilgandan keyin teg'imdimi gumonlanish paydo bo'ldi ekanda. Undan keyin kollasi bak ishlab ketib, kalla tiz harakat qilish deymizmi? Bu gapni anglab o'tib, bu gapniki kelgusini imej qilib, haddidan hisobsiz o'ylab olish. Bunda harakatlarni qiladi ekan, bunda gumon qilgan odamlar. Ondan bir ishlar yuz bersa, faqatlam o'zini ko'rmaslik, boshqalardan ko'rish bunda ishlar bo'ladi ekan. Ondan keyin bunda odamlarning kishilik munosabat doirasi tor, ondan keyin yangi do'stlar bilan olishib bo'lmaydigan degandek alayliklar bo'ladi ekan. Ondan keyin shu 5-si qiziqish yo'q. Ondan keyin qiziqish yo'q, o'rniki shu uydan sirtqa chiqadigan vaqt oz, uydan o'tirib oladigan ahvollar bo'ladi ekan. Ondan keyin 6-si shu bu ichida undaq odamlarning burun ishongan şu odamlardan bahli umidsizlanish tajribasi bo'lib ketganda, shunlashqa boshqalarga gumon nazarida qaraydi ekan. Endi buniki davosi qanday bo'ldi degan chaqda, endi davosi shundaq bir hisobda sinab baqsaq bo'g'dak, gumon qilib o'tganning foydasi yo'q bir ishlarni. Şunlaşqa buniki davası şu sizni şu gumon qildirgan masala, manba, ondan keyin sababini o'ylab tepib, agar shunda yana bo'lsam, men cho'qim yangalayman, burunqi men emas, hozir o'zgardim, cho'qim beshim kesma yangalayman deb o'ziga ishonishga. Ondan keyin yana birisi bu davolashning ikkinchi usuli aktiv energiyalik odamlar bilan ko'proq oralashish, eng muhimki. Aktif energiyalik odamlar minus tarafni gap qilmaydi, aktif energiya amalbalıqı odamni ilhomlantirgan gaplarni qiladi-ku. Shunga aktif energiyalik odamlar bilan ko'proq aralashib berish yaxshi ekan. Ondan keyin bu so'rovlarda ko'rimiz boshqalarning gaplarini darhollam rad qo'yadigan ahvollar bo'ladi. Obda anglab shu gapni. Ondan keyin asta shu har qatim bir qatim musun qabul qilib baqaychu deb shu qabul qilib sinab ko'rish eng muhimki. Azroq shamol chiqyapti bu yerda. Shunga Ondan keyin shu 4-si bu davolashning usuli shu o'zga ishonmaslikdan bo'ldi ekanda gumonlash. Shunlashqa o'zga o'zi ishonch turg'izish uchun turmushda kichik ishlardan boshlab natija qozonish. Masalan, kichik ish degan chaqda atrofda tozalik qilish yoki bo'lmasa mengib berish yo'llarda mushni odatga yetildirib, undan keyin davomlashtirish hamda muhim bo'ldi ekan. Ondan keyin 5-si bu davolashning usuli boshqalarni xo'sh qilib beqish.
Məsələn, bəzida o başqalan xoş qılıb nima karım deydigan gaplar jiq anlaymiz. Ammo xoşal, yaxshi, aktiv energik narsalarni tang bakirman bo'lsa, qarshi tarafni xoş bo'lsa, sizga mu tabiiy holda aktiv energiya keladi ekan. Hamda shundaq davolash usullari bor ekan, shu turmushda bunday ahvollar bak ko'p. Shunlashqam gumonxo'rlik hamda bir hisobda bu odamlarning ichida psixologlar deydi-ki, bu gumon normal holda yaxshi ish, bir aldirab bir qaror chiqarmaslik yoki aldirab ishinib ketmaslik degandek o'zini qo'g'dash nimasiga qaraydi-ki, manga bir hisobda. Shunlashqam shu gumonxo'rlikni tugutib amal bağlıqı, bayi davalaş usullarını dedim. Şu usullarını sınap görsek, menimce önümünü kögül bulduğu da oylayma. Bugün hem de söz edilen məzmunun müşinçilik bop kaldı. Hem de o YouTube'umda qo'llab quvvatlab kelgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildirma. Hem de YouTube'da hozir asosan azm qilish bo'limininki eng oxirgi shu cho'ng uchay to'g'riliqni so'zlab oxirgi bir qatam qoldi. Uni bugun ertaning ichida tugutma. Ko'pchilik rahmat. Hamda men bu Facebook'dagi narsalarni, masalan, ro'y sog'lomlik to'g'risidagi narsalarni YouTube'ga asosda chiqaray deb o'yladim. YouTube bilan shu Facebook'niki nimasi ayrim bo'ldi ekanda. Shunlashqa yoqtirgan bo'lsanglar like deganni onundan keyin a'zo bo'lib qolsanglar, yangi chiqqan videolarimni vaqt-vaqtida ko'ra olasizlar. Ko'pdan ko'p rahmat hammalarga. Xayr xo'sh.